Mamlakatimiz prezidentining topshirig'iga binoan hududlarda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, olimpiya va paralimpiya harakatini qo'llab-quvvatlash, shuningdek aholi o'rtasida ommaviy sportni yanada kengaytirish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqildi va amaliy choralarga kirishilmoqda. Mavzuni Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida qilinayotgan ishlar misolida davom ettiramiz. Prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan yig'ilish hududlarda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ko'lamini bir necha barobarga oshirdi. Ushbu selektorda davlatimiz rahbari aholining barcha qatlamini jismoniy faol bo'lishi, hududlarda kerakli infratuzilmani shakllantirish, murabbiylar bilan tizimli ishlash, nufuzli musobaqalarda munosib ishtirok etish bo'yicha bir qator vazifalarni belgilab berdi. Aytish lozim, bu topshiriqlar ijrosini ta'minlash uchun Qorako'l tumanida ham katta zaxira mavjud va ularni ishga solish bo'yicha mutasaddilar tomonidan yangi rejalar ishlab chiqilmoqda. Hurmatli prezidentimiz mana shu video selektor yig'ilishida mahalliy hokimliklar oldiga ham bir qator vazifalarni belgilab berdilar. Albatta bunda asosan infratuzilmani xalqimizga yaratib berish, sport maktablarini tubdan isloh qilish va albatta xalqimizni ommaviy sportga ko'proq jalb qilish masalasida. Bu oxirgi yillarda Qorako'l tumanida ham sport sohasida juda katta infratuzilma yaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana hozir 250 dan ortiq obyektlarimiz yoshlarimizga va aholimizga sport bilan shug'ullanishga xizmat qilyapti. Bundan tashqari har bir mahallada salomatlik yo'laklari, velo yo'laklar, mana hozir hurmatli prezidentimiz oxirgi yillarda driver loyihalarini moliyalashtirilishini hisobiga yaratib bergan sharoitlardan 3 ta driver loyihani o'tgan yil ishga tushirdik. Sohil bo'yi loyihalari. Bu yerda ham xalqimizning sport bilan shug'ullanishi va piyoda yurishi uchun juda katta imkoniyatlar yaratildi. Albatta sport davlatni, xalqni dunyoga mashhur qilish bilan birgalikda sog'lom xalq, sog'lom avlod, sog'lom zurriyot hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ham o'tgan yil mana agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, biz 72 mingdan ortiqroq aholimizni ommaviy sportga jalb qilgan bo'lsak, bu 42% tashkil qiladi. Bu yilgi rejalarimiz mana hurmatli prezidentimizni mana shu video selektorga bergan topshiriqlardan kelib chiqib, biz 6 oylik rejalarimizni 50% ga chiqarish va yil yakunida bu ko'rsatkichni 70% ga yaqinlashtirish bo'yicha bugun ishlarimizni davom ettiryapmiz. Hurmatli prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifalarni bekamni ko'z bajarib, Qorako'l tumanida sportni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratamiz va prezidentimiz oldimizga qo'ygan maqsadlarga albatta erishamiz. Qorako'lda aholi sportning 27 ta turi, jumladan 16 ta olimpiya, 7 ta noolimpiya, 1 ta milliy va 2 ta paralimpiya, shuningdek 1 ta adaptiv turi bilan shug'ullanib kelmoqda. Bugungi kunda tumanda 2 ta sport maktablari mavjud bo'lib, ularda jami 220 nafar trener o'qituvchi faoliyat yurityapti. 2025-2026 o'quv yilida sport maktablarida shug'ullanuvchilar soni 6218 nafarga yetgan bo'lsa, shundan 1766 nafari qizlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Men boks sport turidan 9 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman va bu maktabda 2 yildan beri tahsil olaman. Hozirgi vaqtgacha erishgan natijalarim O'zbekiston chempionatida 2 marotaba finalist sovrindor bo'lganman. Men bu maktabda 11-sinf o'quvchisiman va shu yil tugataman. O'qishga kirishga ham imtiyozga egaman. Prezidentimizning bizga yaratib bergan shart-sharoitlardan unumli foydalanib, yaxshi natijalarga erishishga, chempion sovrindor bo'lishga harakat qilaman. Ma'lumotlarga ko'ra, tuman sportchilari 2025-yilda O'zbekiston chempionatlari va kuboklarida jami 71 ta medallarni qo'lga kiritishgan. Jahon, Osiyo chempionatlarida shohsupadan joy olgan qorako'lliklar soni 15 nafarni tashkil qildi. Endi taqqoslash uchun yana bir raqam. Joriy yilning o'zida yoshlar bilan manzilli ishlash natijasida qit'a va jahon birinchiligida 25 ta medal rasmiylashtirildi. Yil yakunigacha bu ko'rsatkichni 100 tadan oshirish rejalashtirilmoqda. Tuman azaldan polvonlar yurti bo'lib kelgan. Hatto milliy kurash rivoji ham bevosita qorako'llik Yusupovlar sulolasi bilan chambarchas bog'liq. Shundan bo'lsa kerak, bugun yosh polvonlar yaratilgan sharoitlardan foydalanib, yuqori marralarni zabt etish uchun mashg'ulot olib borishmoqda. Qorako'l tuman olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat sporт maktabi internat o'quvchi sportchilaridan 9 ta jahon chempionatlarida oltin medal, 12 tasi jahon chempionati sovrindorlar, Osiyo chempionatlarida 13 tasi g'olib sovrindorlar bo'lgan. Mana yaqinda bo'lib o'tgan selektorda qator vazifalar yuklandi. Mana shu vazifalarni biz anglab yetdik. Juda qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Yana prezidentimiz tomonidan mana ommaviy sportga e'tibor juda katta qaratildi. Qolaversa mana mahallalarga seleksioner murabbiylar tayinlandi. Mana shu murabbiylar tayinlandi, bular ustamalar belgilandi. Bu juda katta motivatsiya, katta turtki.
Joylarda sport maydonchalarining barpo etish orqali mahallalarning sport infratuzilmasini yanada rivojlantirishga qaratilgan e'tibor natijasida tumanda qamrovni yanada oshirishga erishilmoqda. Ayniqsa, aholining barcha qatlami, xususan keksa avlod vakillari bugun sport bilan muntazam shug'ullanish orqali o'z salomatliklarini mustahkamlashmoqda. 15-20 yildan beri har yili 2-3 martadan balinsizda davolanir edim. Oxirgi mana 4-5 yildan beri mana shu sport bilan shug'ullanganligim uchun dori umuman hozir ichmayapman. Har kun ertalab soat 5:30da mana shu stadionga chiqib, har doim shug'ullanishim evaziga yurishlarim ham o'zgarib qoldi. Sog'lig'im ham yaxshi bo'lib qoldi. Prezidentimizga katta rahmat. Mana xalqimiz sog'lig'ini o'ylab, mana nuroniylarimiz, onaxonlarimiz chiqqandan keyin yoshlarimiz ham mana shu masalaga qiziqib qolgan. Masalan, men hozir 76 yoshdaman. Asosan mana shu sport bilan shug'ullanganim evaziga mana shunday sog'ayib yashayapman. Qorako'lda yana bir tashabbus. Bugungi kunda tumanning har bir mahallasi o'zining keksalardan iborat futbol jamoalariga ega. Bu bo'yicha har chorakda nuroniylar o'rtasida mahalla, tuman birinchiliklarini o'tkazish an'ana tusini olgan. Hozirda qorako'llik otaxonlar bu faolliklari orqali yosh avlodni sportga jalb qilishda ham o'ziga xos o'rnak bo'lishmoqda. Prezidentimiz belgilagan vazifalardan kelib chiqib, xususiy sektor sohaga jalb qilinishi borasidagi ishlar tezlashdi. Ikkinchidan, barpo etilayotgan yangi sport obyektlari aynan mehnat jamoalari, hudud sport sevarlari talabidan kelib chiqib joylashtirilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning topshiriqlari yuzasidan mana biz tuman tashkilotlari rahbarlari o'z boshchiligida xodimlarni sportga jalb qilish, haftani biror kunida sport bilan muntazam shug'ullanib borsin degan topshiriq berdilar. Shu munosabat bilan biz Qorako'l tuman davlat o'rmon xo'jaligi men boshchiligimda ishchi xodimlarimiz haftani har hafta juma kunini sport kuni deb e'lon qilganmiz. Shu munosabat bilan mana klublarga kelib barcha xo'jalik ishchi xodimlarimizni birinchi navbatda o'zini sog'ligi uchun, ikkinchi navbatda kelajagimiz uchun bugun tumanda ommaviy sport bilan shug'ullanish ham alohida harakatga aylangan. Aholining barcha qatlami jismoniy faollik inson hayotida qanday muhim o'rin tutishini anglagan holda bu harakatda faol ishtirok etmoqda. O'z navbatida ushbu tashabbus chekka tuman xalqining ishonchini yanada oshiryapti.